Bir jonli bog'lanish bor. Yurtimizda tadbirkorlikni yo'lga qo'yish uchun zarur shart-sharoitlar yaratilgani, ayniqsa bu jarayondagi tartib-taomillar tubdan soddalashtirilayotgani tufayli mazkur tarmoqda faoliyat olib borayotgan yurtdoshlarimizning safi kengayib bormoqda. Ayniqsa bu borada barqaror iqtisodiy yuksalishda qulay ishbilarmonlik muhiti ustuvorlik kasb etmoqda. Shuningdek, ushbu tarmoq aholi bandligini ta'minlashda ham yaxshi samara bermoqda. Qashqadaryodan muxbirimiz Bahodir Yusupov jonli efir orqali ayni jarayonlarda Koson tumanida amalga oshirilgan loyihalarning biri misolida mavzuni davom ettiradi. Marhamat Bahodir, efirdasiz. Rahmat studiya. Albatta klaster va manfaatdorlik ayni mazkur ezgu tamoyillar asosida bugun mamlakatimizda amalga oshirilayotgan sa'y-harakatlar bir paytlar faqatgina xomashyo yetkazib bergan hududlarda mana bu kabi paxta yetishtirishdan tortib uni tayyor mahsulotgacha bo'lgan jarayonlarni qamrab oladigan korxonalarning barpo etilishiga ham asos bo'lmoqda. Ayni paytda biz turgan Koson tumanidagi ushbu bunyodkor tekstil mas'uliyati cheklangan jamiyat ham bevosita mazkur jarayonlarni qamrab oladi. Yana bir e'tiborli jihati, bu kabi korxonalar bugun hududlarda faoliyat olib borishi ijtimoiy hayotdagi ayrim bir muammolarni bartaraf etilishi, xususan ishsizlikni kamaytirishga ham o'ziga xos bir ahamiyatga ega bo'lmoqda. Ushbu korxonada ham bugun faoliyat olib borayotgan 150 nafar ishchi xodimlarning bugun 95%ni 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar va xotin-qizlar tashkil etadi. Bunyodbek bugun faoliyat olib borayotgan Koson tumanidagi Saripul mahallasida ham yoshlar daftariga kiritilgan xotin-qizlar, demak, bugun ushbu korxonada bandligi ta'minlangan ekan, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Men Sarpul mahallasida o'z ish faoliyatimni yoshlar balansini shakllantirishdan boshladim. 0 yoshdan 6 yoshga 457 nafar, 7 yoshdan 17 yoshgacha 353 nafar, 18 yoshdan 30 yoshgacha 522 nafar, jami 1332 nafar yoshlarni tashkil etib, shundan 783 nafar xotin-qiz bo'lib, ishsiz xotin-qizlarni bandligini ta'minlash maqsadida bunyodkor tekstilda kasb-hunarga o'qitib, bandligi ta'minlandi va qolaversa, u tavsiya asosida hokim yordamchisi bilan bir qatorda bugun o'nlab sizning mahallangizdagi yoshlarimiz bugun bu yerda faoliyat olib boryapti. Tashakkur bildiramiz. Albatta, yuqorida aytib o'tganimiz kabi bugun ushbu korxonada faoliyat olib borayotgan yoshlarimizning aksariyat qismini demak xotin-qizlar tashkil etadi. Nilfarxon, siz bu yerda faoliyat olib borayotgan ekansiz, to'g'rimi? Keling, o'zingiz haqida ma'lumot bersangiz. Men Hamzaqulova Nilufar, Lolazor mahallasida istiqomat qilaman. Ish so'rab murojaat qilganimda yoshlar yetakchisi tavsiyasi bilan bunyodkor tekstilga ishga qabul qilindim. Bu fabrikada biz turkiyalik mutaxassislardan ish o'rganib bormoqdamiz. Yangi, zamonaviy, hamma sharoitlarga ega bo'lgan korxonada ishlashni orzu qilar edim. Mana bugun o'z orzuyimga erishdim. Biz yoshlarni o'ylab, tadbirkorlarimizga keng shart-sharoitlar yaratib berayotgan prezidentimizga rahmat. Boya suhbat davomida aytdingizlar, ilgari faqat televizorda ko'rganman deb havas qilganman deganingiz, to'g'rimi? Bunaqa sharoitlari yaxshi, mukammal bo'lgan fabrikalarda ishlashni biz orzu qilardik. Faqatgina biz teleekranlarda bularni ko'rar edik, havas qilardik. Mana bugun o'z orzuyimga erishdim. Bundan biz yoshlar juda ham xursandmiz. Rahmat, ishlaringizga muvaffaqiyat tilaymiz. Qadrli yurtdoshlar, eslatib o'tamiz, 2022-yilda ham Qashqadaryo viloyatida amalga oshiriladigan mana shu kabi yirik loyihalar natijasida 10 mingdan ortiq yangi ish o'rinlari yaratilishi reja qilingan. Bizda hozircha shular. Marhamat studiya. Koson tumanidan hamkasbim Bahodir Yusupov biz bilan jonli efir orqali bog'landi.